Assalomu alaykum hammaga. Biz Urganch-Chakkada Farhod Beksat to'yxonani yonidamiz. Bu yerdan sal yursakina Gullan yo'lini chiqamiz. Bu yerdan Farhod Beksat to'yxonani chiqamiz. Bu yerdan esa Turk bozor tarafdan kirib keladigan ko'chamiz. Bu yerda 150 kvadrat uglovoy hol joyimiz bilan tanishib chiqamiz. Bu yerda yana garaj ham bor ekan. Stendika yo'limiz ham shunday o'rnatilgan ekan. Bir mashin bemalol sig'adi. Kanalizatsiya ham eldan chiqqan ekan shunday. Bu yerda kichkina bosam zilin zonasi bor. Suv, gaz, svet hamma narsa kelib turibdi. Bismillahirrohmanirrohim. Dolan. Umumanlik qo'yilgan, kafilatilgan, registr tashlangan, o'yna tushgan. Patologlarimiz ishini holda ishlanib turibdi. Rasmiy pol, shilfovka qilingan, lak berilgan, devorlarimiz aboy, bu yerda televizor uchun rozetkalar tashlangan. Talondan kiraverishimizda chap yonimizda garajning usti zol tushgan ekan. Zolimiz ham 6 metr, 4,5 metr. Bu yerdan beri televizor uchun rozetka tashlangan. Rishotkalar tilingan. Oynalarimiz plastik akvaramlardan registr o'rnatilgan, eshiklarimiz ham yaxshi sifatli eshiklardan o'rnatilgan bir xil. Bu yanımız oshxona bo'ladi. Bu yerimiz ham tayyor turibdi. Kanalizatsiya suvlar kirib turibdi. Gazlar tushib turibdi. Fartuqlar urilgan. Bu yanımızda yine spalni. Uglovoy. Ayak tarafı oynam tushgan. Bu yerimiz ham o'yindan chiqib turibdi ishini holda. Bu yerimizda ham bir spalni. Otis tarafı oyna tushgan, rishotkalar tilingan, registr o'rnatilgan, patologlarimiz nachiznoy ishini figurada chiqib turibdi. İki xonasi bor ekan, spalnidan bir katta zal bor, bir dalon. Bu yerimiz sanuzel. Umumanlik qo'yilgan, areston qo'yilgan. Ondan so'ng ishini unitazlar bilan registr tashlanib, konfildan chiqib turibdi 100%. Bu yanımızda kichkina bo'lsam bir otischa bor. Ko'chadan shunday hojatxona atilingan. Tochkamiz yaxshi yerda. Bahası 450 milyon so'm deb turibsizlar. Kim qiziqib bo'lsa, ekrandagi nomerlarga chiqib murojaat etaverasizlar. Keyingi roliklar chala sog'lom bo'linglar, ishlaringiz omad.